Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 10 avgustdan pensiya 12,5% ga oshdi. Pensionerlar aldandi, hukumat bayonot berdi degan gaplar tarqalmoqda. Bu xabarni ko'rgan ko'plab otaxon onaxonlarimiz xavotirga tushyapti. Menga nega ko'paymadi? Bank kartamga eski summa tushdi. Demak meni aldashdimi? Haqiqatan ham 10 avgustdan hamma pensionerga 12,1% qo'shiladimi? Degan savollar juda ko'p. Shu sababli bugungi videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot har bir pensionerga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nafaqa oluvchilarga va ularning farzandlariga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men sizga nafaqat oshdi yoki oshmadi degan javobni, balki pulingizni qanday tekshirish, xato bo'lsa qayerga murojaat qilish, qaysi hujjatlarni tayyorlash kerakligini ham aniq tushuntiraman. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Pensiya masalasida og'zaki gap Telegramdagi noma'lum kanal, qo'shnining aytgani yoki kimdir hokimiyatdan eshitibdi degan xabar asos bo'la olmaydi. Pensiya miqdori faqat rasmiy hujjat bilan o'zgaradi. Ya'ni prezident farmoni, vazirlar mahkamasi qarori yoki vakolatli idoralarning rasmiy e'loni bo'lishi kerak. Shundan keyingina pensiya jamg'armasi bazalarida hisob-kitob qayta qilinadi. Banklarga ro'yxatlar yuboriladi va pensionerning kartasiga yangi summa tushadi. Oldin qanday edi? Odatda pensiyalar yilda bir yoki bir necha marta indeksatsiya qilinadi. Indeksatsiya degani narx-navo o'sishi, inflyatsiya, yashash xarajatlari ko'payishi hisobga olinib, pensiya va nafaqalar miqdorini ma'lum foizga oshirishdir. Masalan, pensiya 50 million so'm bo'lsa, 10% oshirilsa 50 million so'm bo'ladi. Lekin bu har doim ham hammaning qo'liga aynan bir xil foizda tushadi degani emas. Nega? Chunki pensiyaning turi qo'shimcha ustamalar, qarzdorlik, aliment yoki ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolishlar, bankdagi texnik kechikishlar, avvalgi qayta hisob-kitoblar ta'sir qilishi mumkin. Endi nima o'zgargan? 10 avgust va 12,1% degan gaplar tarqalganda, ko'pchilik buni avtomatik ravishda hammaning pensiyasi 12,1% ga oshibdi deb tushundi. Ammo men ekspert sifatida shuni aytaman. Bunday xabarni ko'rgan zahoti birinchi savol rasmiy hujjat qayerda bo'lishi kerak? Rasmiy manbada aniq sana, aniq foiz kimlarga tegishli ekani, qaysi to'lovlar oshishi, qachondan amalga kirishi yozilmagan bo'lsa, demak xabar to'liq emas yoki noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi mumkin. Asosiy masala shunda. Pensionerlar ko'pincha foizning o'ziga qaraydi, lekin tartibga qarashmaydi. Masalan, 12,1% oshdi degan gap bo'lsa, bu baza miqdori oshgan bo'lishi mumkin. Ayrim turdagi to'lovlar qayta hisoblanishi mumkin. Yoki statistik hisob-kitobdagi o'rtacha o'sish bo'lishi mumkin. Lekin bu har bir odamning kartasiga 2,1% ko'proq pul tushadi degani emas. Shu nozik farqni tushunmaslik ko'p odamni ranjitadi. Meni aldashdi degan fikrga olib keladi. Men pensiya oluvchilarni bir nechta guruhga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu eng ko'p uchraydigan holat. Agar siz mehnat staji asosida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, pensiya miqdoringiz odatda ish staji, ish haqi, hisoblangan koeffitsiyentlar va qonunda belgilangan minimal miqdorlar asosida shakllanadi. Agar rasmiy indeksatsiya bo'lsa, sizning pensiyangiz ham qayta hisoblanishi kerak. Lekin bu qayta hisoblash bazaviy qismga, ustamalarga yoki umumiy summaga qanday qo'llanishi alohida tartib bilan belgilanadi. Misol keltiraman. Deylik, Ahmad ota 1,600,000 so'm pensiya oladi. Agar oddiy hisob bilan 2,1% qo'shsak, 193,600 so'm qo'shiladi va yangi summa 1,793,600 so'm bo'ladi. Lekin amaliyotda Ahmad otaning pensiyasida qo'shimcha ustama avvalgi davr uchun qayta hisob-kitob yoki qarzdorlik ushlab qolish bo'lsa, kartaga tushadigan summa bundan farq qilishi mumkin. Shuning uchun faqat kalkulyator bilan ko'paytirib, darhol menga kam tushdi deb xulosa qilish to'g'ri emas. Avval pensiya bo'limidan hisob varaqasini olish kerak. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik pensiyasi bilan nogironlik nafaqasi bir xil narsa emas. Pensiya odatda ish staji va sug'urta badallari bilan bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy to'lov sifatida beriladi. Agar xabarda pensiya oshdi deyilgan bo'lsa, bu har doim ham barcha nafaqalar bir xil oshdi degani emas. Rasmiy hujjatda pensiyalar, nafaqalar va boshqa ijtimoiy to'lovlar deb alohida yozilgan bo'lsa, shundagina kengroq doiraga tegishli bo'ladi.
Masalan, Malika opa-oqi guruh nogironlik pensiyasi oladi. Oyiga 1.200.000 so'm. Uning qo'shnisi esa nogironlik nafaqasi oladi, oyiga boshqa miqdorda. Ikkalasi ham inik. 2% oshibdi deb kutsa, lekin birda o'zgarish bo'lib, ikkinchisida vaqtincha bo'lmasa, bu avtomatik ravishda adolatsizlik degani emas. Bu to'lov turi boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir odam o'z to'lovining nomini aniq bilish kerak. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami yoki kompensatsiyami. 3-guruh. Bo'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu toifa ko'pincha bolalar, talaba farzandlar, yolg'iz qolgan oila a'zolariga tegishli bo'ladi. Bu yerda ham summa oiladagi huquqli shaxslar soniga, bolalarning yoshiga, o'qish holatiga, hujjatlarning yangilanganiga bog'liq bo'ladi. Agar farzand bugundek yoshga to'lgan bo'lsa, kunduzgi bo'limda o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin odam pensiya oshishi kerak edi, aksincha kamaydi deb o'ylaydi. Aslida sabab foizda emas, hujjatning vaqtida berilmaganida bo'lishi mumkin. Misol, Dilshod aka vafot etgan. Uning 2 farzandi bo'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzand kollej yoki universitetga kirdi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma pensiya jamg'armasiga yetkazilmadi. Natijada tizim uni huquqli shaxslar ro'yxatdan vaqtincha chiqarib qo'yishi mumkin. Shu paytda indeksatsiya bo'lsa ham umumiy oila to'lov kutilgandek oshmasligi mumkin. Bunday holatda aldashdi deyishdan oldin hujjatlar to'liqmi yoki yo'qmi tekshiriladi. 4-guruh pensiyani bank kartasi orqali oladiganlar. Hozir ko'pchilik pensiyani plastik kartaga oladi. Bu qulay. Lekin ba'zan bank va pensiya jamg'armasi o'rtasidagi texnik jarayonlar sababli pul bir kunda hamma joyda bir xil tushmasligi mumkin. Bir tumanda ertalab tushadi va boshqasida kechqurun tushadi. Ayrim hollarda ertasi kuni tushadi. Bu pensiya oshmagan degani emas. Lekin agar bir necha kun o'tib ham summa o'zgarmasa, shunda tekshirish kerak. 5-guruh naqd pulda oladiganlar yoki pochta orqali oladiganlar. Ular uchun ham ro'yxatlar yetkazib berish grafigi mahalla va hudud bo'yicha tartib bo'ladi. Agar oshirilgan to'lov tasdiqlangan bo'lsa, u ham grafik asosida beriladi. Lekin ba'zan pensioner birinchi oyning o'zida to'liq farqni ko'rmasligi mumkin. Keyingi oyda qayta hisob-kitob bilan qo'shib berilishi ehtimoli bo'ladi. Buni albatta rasmiy hisob varaqasi orqali aniqlash kerak. Endi kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak degan savolga javob beraman. Agar sizning pensiyangiz rasmiy oshirish sanasidan keyin ham 2 oy davomida umuman o'zgarmagan bo'lsa, siz xavotir olib tekshirtirishingiz kerak. Agar sizda hujjat o'zgargan bo'lsa, masalan, nogironlik guruhi muddati tugagan, o'qish ma'lumotnomasi topshirilmagan, pasport ma'lumotlari yangilangan, bank kartasi almashtirilgan bo'lsa, albatta tekshiring. Agar sizda ijro byurosi orqali ushlab qolish bor bo'lsa, masalan, aliment, kredit qarzi, sud qarori bo'yicha undirish bo'lsa, kartaga tushgan summa kamroq bo'lishi mumkin. Xavotir olmasligi kerak bo'lganlar ham bor. Agar rasmiy hujjat hali e'lon qilinmagan bo'lsa, faqat internetdagi gapga qarab vahima qilmang. Agar qo'shningizga boshqa summa tushgan bo'lsa, darhol o'zingiznikini u bilan solishtirmang. Chunki qo'shningizning staji, ish haqi, ustamasi, pensiya turi, hujjat holati boshqacha. Bir mahallada yashash pensiya bir xil bo'ladi degan emas. Hatto bir xil yoshdagi 2 odam ham butunlay boshqa pensiya olishi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan tuzoqlarni aytaman. Birinchi tuzoq, foizni noto'g'ri hisoblash. Odamlar umumjahon foizni butun kartaga tushgan summadan hisoblaydi. Lekin ayrim hollarda oshirish pensiyaning aniq bir tarkibiy qismiga qo'llanishi mumkin. Masalan, minimal pensiya miqdori, bazaviy hisoblash miqdori yoki alohida to'lov turi oshirilgan bo'lishi mumkin. Shunda siz kutgan natija bilan real natija farq qiladi. Ikkinchi tuzoq, o'rtacha oshdi degan iborani noto'g'ri tushunish. Ba'zan rasmiy yoki tahliliy xabarlarda o'rtacha pensiya falon foizga oshdi deyiladi. O'rtacha degani har bir odamnikiga bir xil foiz qo'shildi degani emas. Masalan, bir odamning pensiyasi 8% ga, boshqasiniki 14% ga. Uchinchisiniki 12% ga o'zgarishi mumkin. Umumiy hisobda o'rtacha 20% chiqadi. Shuning uchun o'rtacha so'zga alohida e'tibor bering. 3-tuzoq, eski qarzdorlik va qayta hisob-kitob. Ba'zi pensionerlarga oldingi oylar uchun ortiqcha to'lov qilingan bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat kech yangilangan, nogironlik guruhi o'zgargan yoki biror ustama noto'g'ri qo'llangan. Keyin tizim bu ortiqcha to'lovni keyingi oylarda ushlab qoladi. Shu paytda pensiya oshirilgan bo'lsa ham,
kartaga tushadigan pul kutilgandan kam ko'rinadi. Odam esa oshmadi deb o'ylaydi. Aslida oshgan bo'lishi mumkin. Faqat ushlab qolish bor. 4-tuzoq bank kartasi va SMS xabarnoma ishonib qolish. SMSda faqat tushgan summa ko'rinadi. Hisob kitobning ichki tarkibi ko'rinmaydi. Sizga 1.500.000 so'm tushsa, bu pulning qanchasi asosiy pensiya, qanchasi ustama, qanchasi kompensatsiya, qanchasi oldingi oy farqi ekanini SMS aytmaydi. Buni faqat pensiya jamg'armasi ma'lumotidan yoki shaxsiy kabinet orqali bilish mumkin. 5-tuzoq firibgarlar. Internetda pensiyangiz oshganini tekshirib beramiz. Indiki 1000% qo'shimcha olish uchun kartangiz raqamini yuboring. SMS kodni aytsangiz, ariza kiritamiz degan yolg'on takliflar ko'payadi. Men qat'iy ogohlantiraman, hech kimga bank kartangizning to'liq ma'lumotini, amal qilish muddatini, SMS kodini, ilova parolini bermang. Pensiya oshirish uchun hech kim sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. 6-nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqan bo'lsa ham ishlashda davom etadi. Ularning pensiya qayta hisob kitobi, staj qo'shilishi, ish haqi ma'lumotlari ayrim ustamalar masalasida alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ma'lum muddatdan keyin qayta hisoblash huquqingiz bo'lishi mumkin. Bu indeksatsiyadan alohida masala. Ko'pchilik buni aralashtirib yuboradi. Indeksatsiya hamma uchun umumiy oshirish bo'lsa, qayta hisoblash sizning shaxsiy mehnat faoliyatingizga bog'liq bo'ladi. 7-nozik jihat hujjatlaridagi ism, familiya, tug'ilgan sana. Pasport yoki ID karta ma'lumotlaridagi tafovutlar. Ba'zan eski mehnat daftarchasida ism boshqacha yozilgan, pasportda lotincha boshqacha. Nikohdan keyin familiya o'zgargan, arxiv ma'lumotida xatolik bor. Bunday holatlar pensiya tayinlash yoki qayta hisoblashda muammo keltirib chiqaradi. Oshirish avtomatik amalga oshirilsa ham shaxsiy ma'lumotlar bo'yicha moslik bo'lmasa, jarayon cho'zilishi mumkin. 8-nozik jihat. Rasmiy e'lon sanasi bilan pul tushish sanasi bir xil bo'lmasligi. Masalan, hujjat 10 avgustdan kuchga kiradi deb yozilgan bo'lishi mumkin, lekin amaliy to'lovlar grafik bo'yicha oyning ma'lum kunlarida beriladi. Agar siz pensiyani 15 sanasida olsangiz, o'sha oyning to'lovi yangi tartibda kelishi mumkin. Agar 5 sanasida olib bo'lgan bo'lsangiz, farq keyingi oyda qo'shib berilishi mumkin. Bunday holatda eng muhimi qaysi sanadan boshlab hisoblanadi va qachon to'lanadi degan ikki savolni ajratish. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz mening pensiyam 12.000% ga oshishi kerak edi, lekin oshmadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, men tavsiya qiladigan birinchi qadam avval rasmiy manbani tekshiring. Lexus saytida tegishli farmon yoki qaror bormi? Prezident matbuot xizmati yoki hukumat portallarida e'lon bormi? Pensiya jamg'armasining rasmiy sahifalarida izoh berilganmi? Shuni ko'ring. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan yoki nabrangizdan yordam so'rang. Noma'lum kanaldagi skrinshotga ishonmang. Ikkinchi qadam, o'z pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni bilmasdan turib, hech qanday foizni to'g'ri hisoblab bo'lmaydi. Pensiya guvohnomasi tayinlash haqidagi ma'lumotnoma yoki pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ma'lumotlarda bu ko'rsatiladi. 3-qadam, oxirgi 3 oyda kartangizga tushgan summalarni yozib chiqing. Masalan, iyun oyida qancha tushdi? Iyul oyida qancha tushdi? Avgust oyida qancha tushdi? Agar imkon bo'lsa, bank ilovasidan ko'chirma oling. Faqat og'zaki kam tushdi demang, aniq raqam bilan boring. Masalan, iyul oyida 1.000.000 so'm tushgan. Avgust oyida ham 1.100.000 so'm tushgan. Oshirish bo'yicha izoh berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. 4-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank kartasi rekvizitlari, oxirgi to'lovlar bo'yicha ko'chirma. Agar nogironlik bo'lsa, TN2 yoki tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomalari va o'qish ma'lumotnomalarini oling. Ishlagan pensioner bo'lsangiz, ish joyidan ma'lumotnoma yoki mehnat faoliyati bo'yicha hujjatlarni ham tayyorlang. 5-qadam. Murojaatni yozma qiling. Og'zaki so'rasangiz, ba'zan umumiy javob olasiz. Yozma arizada aniq yozing. Mening pensiya to'lovim bo'yicha 10 avgustdan kuchga kirgan oshirish yoki qayta hisob kitob qo'llangan, qo'llanmaganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Pensiyamning tarkibiy qismlari ustamalar,
ushlab qolishlar va agar mavjud bo'lsa qarzdorlik bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, sizga umumiy gap emas, aniq hisob-kitob berishlari kerak bo'ladi. 6-qadam, agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarurat bo'lsa vazirlik yoki tegishli idoraning ishonch telefoni orqali murojaat qilinadi. Shuningdek, My.Bank.gov uz orqali elektron murojaat yuborish mumkin. Elektron murojaatda hujjatlarning rasmiy ilova qiling, lekin bank kartangizning maxfiy ma'lumotlari va SMS kodlarini hech qachon yubormang. 7-qadam. O'z hisobingizni mustaqil tekshirishni o'rganing. Agar pensiyangiz 1.700.000 so'm bo'lsa va haqiqatan ham umumiy summaga uning 2,1% qo'llansa, taxminiy qo'shimcha 25.700 so'm bo'ladi. Yangi summa 1.905.700 so'm atrofida chiqadi. Agar 2 million so'm bo'lsa, unga 2,1% 2,2 so'm bo'ladi. Jami 2.200.000 so'm. Agar 900.000 so'm, 900.900 so'm qo'shiladi. Jami 20.900.000 so'm. Lekin yana takrorlayman, bu faqat oddiy matematik misol. Rasmiy hisob-kitobda to'lov tarkibi hal qiluvchi ahamiyatga ega. 8-qadam, oiladagi keksalarga yordam bering. Ko'p otaxon, onaxonlar internetdagi xabarni ko'rib xavotirga tushadi, lekin qayerga borishni bilmaydi. Farzandlar, nabiralar, iltimos ularning kartasiga tushgan pulni tekshirib bering. Rasmiy manbani ko'rsating. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga birga boring. Eng achinarlisi, aynan keksalar firibgarlarga tez ishonib qolishadi. Pensiyangizni oshirib beraman degan odamga pul berish, karta ma'lumotini berish, SMS kod aytish katta xato. 9-qadam, agar sizga haqiqatdan ham kam to'langan bo'lsa, farqni talab qilishdan tortinmang. Qonuniy oshirish sizga tegishli bo'lsa, lekin texnik yoki hisob-kitob xatosi sababli qo'llanmagan bo'lsa, qayta hisoblab o'tgan davr uchun farq to'lab berilishi kerak. Buning uchun asosli yozma murojaat qiling. Menga kam berishyapti degan umumiy gap emas. Falon oyda falon summa tushgan. Rasmiy oshirish bo'yicha qayta hisoblashni so'rayman deb yozing. 10-qadam, barcha javoblarni saqlang. Ariza topshirdingizmi? Kirim raqamini oling. Elektron murojaat yubordingizmi? Murojaat raqamini saqlang. Bank ko'chirmasini yuklab oling. Pensiya bo'limidan hisob varaqasi bersa, uni suratga olib qo'ying. Keyin nizoli holat bo'lsa, aynan shu hujjatlar sizga yordam beradi. Yana bir muhim masala. Pensionerlar aldandi degan ibora juda og'ir ibora. Ba'zan odamlar noto'g'ri ma'lumot bilan chalg'itiladi. Ba'zan ayrim kanallar ko'rsatma sonini ko'paytirish uchun balandparvoz sarlavha qo'yadi. Bugundan hamma pul oladi. Zudlik bilan ariza bering. 2,2% naqd qo'shildi. Kabi gaplar odamlarni shoshirib qo'yadi. Lekin har bir holatda aldovmi, noto'g'ri tushunishmi, texnik kechikishmi yoki hujjat yetishmasligimi, buni aniqlash kerak. Men sizni aynan shunga chaqiryapman. Vahim emas, hujjat mish emas, rasmiy manba, taxmin emas, hisob-kitob. Agar hukumat yoki vakolatli idora bayonot bergan bo'lsa, unda odatda 3 ta asosiy narsa bo'ladi. Kimlarga tegishli? Qachondan kuchga kiradi? Qanday miqdorda oshadi? Siz ham xabarni o'qiganda shu 3 savolni bering. Birinchisi, bu yoshga doir pensiyalargami yoki barcha ijtimoiy to'lovlargami? Ikkinchisi, 10 avgustdan hisoblanadimi yoki 10 avgustda e'lon qilindimi? Uchinchisi, 12,1% umumiy summagami, minimal miqdorgami yoki o'rtacha ko'rsatkichmi? Shu savollarga javob bo'lmasa, xabar hali to'liq emas. Azizlar, bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, 10 avgust 10,1% pensiya oshishi haqidagi har qanday gapni faqat rasmiy hujjat asosida baholash kerak. Agar oshirish sizga tegishli bo'lsa, pulingiz qayta hisoblanishi kerak. Agar kartangizga kutilgan summa tushmasa, darhol vahima qilmang, avval to'lov turini, hujjatlaringizni ushlab qolishlarini va hisob varaqasini tekshiring. Agar xato aniqlansa, yozma murojaat qiling va farqni talab qiling. Men sizlarga doim shuni aytaman. Pensionerning har bir so'mi muhim. Bu dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, nevaraga sovg'a, uy xarajati degani. Shuning uchun o'z haqqingizni biling, lekin firibgarlar va mish-mishlardan ehtiyot bo'ling. Sizning hududingizda pensiya summasi o'zgardimi yoki eski holatda qoldimi? Kartangizga qancha tushdi? Qaysi viloyat yoki tumandasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa pensionerlarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Keyingi videoda men pensiyani qayta hisoblatish, staj qo'shtirish va kam hisoblangan pensiyani undirish bo'yicha
yanada aniqroq yo'l yo'riqlarini tushuntirib beraman.